qushlarida osmon tarafdan, vahshiy hayvonlardan, dengizlardan, butun koinotdan ovoz berardiki: ey Omina, siz shunday bir ulug' farzandga homila bo'ldingiz. Vaqtiki bu farzandni dunyoga keltirganingizda buning otini Muhammad qo'ying. Mana Mavlud Barzanjida ham keladi: va utiyat ummuhu fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin va khayril bariyya va sammihi idha wadatihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Omina onamiz bu sirlarni o'zlarining qaynotalari bo'lmish Abdul Muttolib buvamizga xabardor qilgan edilar. Payg'ambar alayhi solatu vassalom mana shu dunyoga kelar Rabiul Avvalning 12-kuni choshgoh vaqtida mana shu ishroq namoz o'qiydigan davrimiz mana shu paytda dunyoga kelgan edilar. Omina onamiz aytadilarki, bu farzand o'g'limni o'zga onalardek mashaqqatini Alloh mendan ko'tardi. Bu farzandga homila bo'lganimni hech ham mashaqqatini men tortmadim dedilar. Va Omina onamiz aytadilarki, o'zlarining muborak so'zlarida, men farzandim Muhammadni dunyoga keltirganimda shunday xushyorlik bilan, shunday ogoh edimki, mana shu farzandim yer yuziga sajda qilgan holatda yer yuziga tushdi. Barzanji rahmatulloh alayhni mana Mavludni bir sharhida ko'rdik. Omina onamiz aytadilarki, farzandim Muhammad sajda qilgan holatda yer yuziga tushib, peshonasini yerga qo'yib, Allohumma g'fir ummati deb 3 bor duo qildi. Omina onamiz men o'zim mana shu so'zni eshitdim va bir lahzada mana shu farzandni men yo'qotdim dedilar. Men yo'qotdim dedilar. Bu yo'qotilgan paytlari Alloh subhanahu va taolo farishtalariga amr qilib jamiki osmon tabaqotlarini ziyorat qildirgan ekan. Payg'ambar alayhi solatu vassalomni dunyoga kelgan kunlarida mana bu Eron podsholari, bular otashparast, o'tga sig'inardi. Bir necha asrlar davomida yonib turgan o'tlarini o'chib qolgani, boshqa shaharlardagi bir qancha butlarni o'z-o'zidan yiqilib siniganligi mana bu kitoblarimizda keltirilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan paytlarida Omina onamiz aytadilarki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan paytlarida atroflaridan shunday osmonga nur ko'tarildi. Makka mukarrama bilan Shom sharifni o'rtasi azizlar 52 kunlik yo'l. Mana shu Payg'ambar alayhi solatu vassalomning tug'ilgan soatlaridagi nurning fazilatidan Shom shahridagi odamlar bemalol Makkani ko'rgan. Mana shu kecha payg'ambar tug'ilgan kechalarda bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhi solatu vassalom ana shunday dunyoga kelib Alloh subhanahu va taoloning fazli karami bilan yoshlikdan nihoyatda go'zal xulqli inson edilar. Payg'ambar alayhi solatu vassalomning ana shu Makka mukarramada tug'ilib, Baytullohga yaqin uylari arablarning odatlari ediki, bu arablar issiq bo'lgani uchun o'zga salqinroq joylarga, enagilarga farzandlarini berishardi. To'yiki 6-7 yosh, 10 yoshga qadar, so'nggi qotgunga qadar shu farzandlarini o'zga joylarda boqtirishar edi. Payg'ambar alayhi solatu vassalom shu tug'ilganlarida Omina onamiz Ummu Ayman degan cho'rilari bor edi, otalari Abdullohdan qolgan. Shu kishini chaqirib Abdul Muttolib qaynotalarini chaqirtirdilar. Abdul Muttolib bobomiz Baytullohni tavof qilib turgan edilar. Va huwa yatufu bihatikal baniyya. Mana shu Baytullohni tavof qilib turganlarida cho'rilari borib, "Ya Abdul Muttolib, Alloh subhanahu va taolo sizning o'g'lingiz
marhum Abdullohga shunday bir farzandni berdi. Sizni keliningiz Omina chaqirarlar deb chaqirtirdilar. Shunda Abdul Muttolib buvamiz kelib, bag'rilariga bosib qarasalarki, ikki ko'zining o'rtasi peshonada nur taralib turibdi. Ko'rib, ko'p xursand bo'lib yig'ladilar. Baytullohni ichiga olib kirib, alhamdulillahillazi atoni deb Alloh taborak va taologa hamd va sanolar etib, bu farzandning oqibatini xayrlik bo'lishini, ey Allohim, o'g'lim Abdullohni o'rniga menga bir farzandni berding, ilohim umr kuniga barakot bergin deb ko'p duolarni qildilar. Va arablarning o'sha jajji go'sht tug'ilingan go'dak issiqqa toqati yo'q bo'lganligi uchun katta sopoldan yasalgan qozonga o'xshagan tog'ara bo'lardi. Mana shuni tepasi ozgina teshik, havo kirib turadigan, issiqdan saqlashlik uchun mana shu narsani go'dakni chaqaloqni ustiga yopib qo'yilardi. Arablarning odatiga muvofiq payg'ambar alayhisolatu vassalomni ham muborak ustilariga mana shu sopolni yopilganda bir necha bor mana shu narsa yorilib ikkiga ajralib ketdi. Roviylar aytadilarki, bu sopol dars ketganmikin, o'zi singan ekanmi deb o'rniga yana ikkinchisini olib kelishganda ikkinchisida ham mana shu holat bo'ldi. Imom Barzanjiyning sharhida keltiradilarki, buning yorilishligining sababi Janobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muborak badallaridan chiqqan nurga sopolning toqati chidolmay ikkiga bo'linib ketgan ekan. Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'sha tug'ilgan soatlarida Allohning qudrati ilohiyasi bilan, Allohning qudrat qo'li bilan kindiklari kesilingan holatda, ona qornida parda suvni ichida yotgan farzand tug'ilish bilan darhol uni artib, quritib badaniga yog' surtiladi, teri yorilmasligi uchun. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning muborak badanlariga yog' surtilingan, ikki qoshlariga o'sma qo'yilgandek, mana shunday go'zal sifatda mana shunday tug'ildilar. Osiyo onamiz, Maryam onamizlar kelib Alloh subhanahu va taolodan ijozat so'rab, bu kishiga doyalik qilishlikka izn so'ragan edilar. Mana shu holatda payg'ambar alayhisolatu vassalomning arab odatlariga ko'ra o'ziga shaharga berishlikka olib chiqmoqchi bo'lishdi. Hammayamki atrofdan kelgan er-xotinlar tuyalarini, mollarini minishib kelib, mana shu bozorda Madinani yonida mana shu farzandlarini olishardi. Kimniki ota-onasi bo'lsa, puldorroq odam bo'lsa, hamma shu boylarni bolasiga yopishardi. Halimi Sa'diya degan bir zot edilar, ona. Bu kishining o'zlarini ham bir emizgulik farzandlari bo'lgan edi. Erlari bilan tuyaga minib, erlari eshakka minib, nihoyatda tuyalari ham, eshaklari ham xorib ochlikdan, Halima onamizni ham quvvatlari yo'qolib, hattoki o'zlarini farzandlarini to'ygizgudek sutlari ham ko'krakda qolmagan edi. Bu kishi tuyalarining og'riqligi sababidan bozorga eng keyin keldilar. Va payg'ambar alayhisolatu vassalomni bozor kasod bo'lib, bu kishini tepalariga kelib atrofdan kelganlar Rasulullohga xardor bo'lganda, bobolari yo'llarida turib, Omina onamiz bilan bu kishining otalari yo'q, bu kishi yetim degandek keyin hamma yuz o'girib ketdi. Omina onamiz nihoyatda hijolat bilan, ko'z yosh bilan uylariga qaytib kelib ketdilar. Bobolari Abdul Muttolib bir oz turib, Halima onamiz to'g'ri keldilar-ku, u yoqqa bu yoqqa qaraganlarini sezib aytdilarki, ey bolam, mabodo farzand olgani keldingizmi dedilar. Ha, men enagilikka keldim. Bizning bir farzandimiz bor. Faqat uning bir aybi bor, u yetim. Uning otasi yo'q. Turib issiqda hozir uyga kelinim olib kirib ketdi. O'g'lim edi meni. Deganda Halima ona aytdilarki, ey ota, menga bir ko'rsating, shundan beringizni dedilar. Rasulullohning uylariga kiritilganda oq matoga o'ralingan holatda payg'ambarimiz yo'rgakda edilar. Halima onamiz shundoq kirdilar-ku, payg'ambarni ko'rib Alloh taolo muhabbat solib qo'ydi.
Chunki u kishini tarbiyalarini devlar, insi jinlar Allohdan iltijo qilib so'ragan edi, biz tarbiya qilamiz deganda Alloh taolo yo'q. Buning tarbiyasini Halimi Sa'diyya degan bir bandamga men mukallaf qilib qo'yganman degan edi. Ana shu onaga Alloh taolo nasibador qildi. Ko'rdilaru erlariga aytdiki, "Olsam shu yigitini olaman shu bu yil, bo'lmasam bolasiz qaytib ketaman." Erlari ham emizadigan, boqadigansan, senga ma'qul bo'lsa, men ham shunga roziman dedilar. Shunda Halimi Sa'diya onamiz aytadilar, mana Barzanjiyning sharhida keladi. Men shunday bir zaif edimki, o'rnimdan turib o'tirishlik uchun ikki kishi bo'lib qo'ltig'imdan ko'tarib, turgizib, o'tkazib qo'yadigan holatda edim. Bu Muhammadni deydilar, shunda olib bag'rimga bosganda Alloh taolo menga sherning quvvatini ato qildi deydilar. O'zimdagi og'riqlar, badandagi hammasi yo'qoldi. Ana endi arablarning odati edi, qaysi shahardan kelgan hammasi Baytullohni tavof qilar edi. Halima onamiz ham bu farzandni bag'rilariga bosib, o'zlaridagi ilohiy quvvatni sezgandan keyin Baytullohni oldiga borib Hajarul Aswadni qubbala qilib aylanishlikka borganlarida Halima onamiz aytadilarki, Hajarul Aswad mening oldimga keldi, men hali haramga yetib bormagan edim. Tosh to'g'ri kelib meni labimga kelib, menga shunday gapirdiki, ovoz chiqdiki toshdan, meni o'pkin degan so'zini quloqim bilan eshitdim. Bu ham bo'lsa Halimi Sa'diya onamizga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mana shunday fayzu futuhu mo'jizotlaridan mana bu tosh kelib o'zi ro'para bo'lishligi. Toshni bir necha bor o'pib, tavof qilib, ana endi kelib Omina onamiz bilan xayrlashib, erlari bilan yo'lga tushdilar. Ana shu yo'lga tushib bir oz yurgandan keyin bir qurib qolgan xirmoni tagiga o'tirishib, erlariga aytdilarki, mana bir chodirni bir tepaga tutsangiz, mana shu chodirni soyasida bu farzandlarni bir emizib olsam, go'dak yosh bola, ular hech narsa sutdan boshqa ichmaydi. Mana shunda hali Halima Sa'diya onamiz bu gapni tugatmaslaridan qurib yotgan xirmolardan barglarini chiqarib, Parvardigor olam o'zining sevimli habibisini soyaga qo'ydi. Xirmolar pishib, shoxlari egilib Rasulullohga salom qilardi. Buni ko'rib cheksiz xursand bo'lgan Halima onamiz janob payg'ambarni olib chap taraf ko'krak taraflariga emizdilar. Men qilsa ham bu yetim, bu hali mening mehmonim, meni sutimni birinchi sindim. O'zi sutlari oz edi, farzandlari ham to'ymasdi. Shuning uchun chap tarafga birinchi qo'yib, qalbimga yaqin mehrlik bo'lsin deb chap tarafga qo'yganda hanuz payg'ambar muborak og'izlaridan ibo qilib chiqarib tashadilar. Shunda Halima onamiz hayron bo'lib, o'ng tarafga solganlarida o'ng tarafni ema boshladilar. Halima onamiz aytdilarki, bu o'g'lim Muhammad meni o'ng ko'kragimni og'ziga olganda go'yoki mening ko'krak uchimni Alloh taolo chashmai buloqqa aylantirdi. Povvori sutini undan shunday buloq bo'lib chiqdi dedilar. Emib to'ygandan keyin ibo qilib og'zini tortdi dedilar. Endi chap tarafga ham solay desam, hanuz og'ziga olmadi dedilar. Mana shu birinchi marziga emizishlikni o'zida janob payg'ambarimiz o'sha Rizoyi akalari bilan ko'krakni bo'lishib olgan ekanlar. Soki bu Halima onamizning sutlaridan ko'krakdan ajragunga qadar u chap emchakni hech ham emmagan ekanlar. Bu kishi bu sherigimning, akamning haqqi deb chap tarafni hech og'ziga olmadilar. Ana endi Alloh taoloning qudrati, inoyati bilan shunday bir zaiflikda, ochlikda kelgan tuyaning tepasidagi go'jasiga Halima onamiz o'tirib ikki farzandni yollariga o'tkazganlarida Alloh taolo tuyaga shunday bir kuch-quvvatni berdiki, tuya larzaga solib shunday bir tezlab yurib ketdi.
Mana shu tuyaga mingan holatda haligi erlari mingan eshak ham shunday bir quvvatlanib, eng oxirida bozorga kelganlar eng avvalga o'tib ketishdi. Qo'ni qo'shni mahalladan kelganlar, "Ey Halima, biroz sekin yuring. Siz bilan bizga birga yuraylik" deb orqada qolib ketgan odamga qaytishda iltijo qilishdi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Halima onamizning shaharlariga yetib kelgandan keyin birinchi bor janobi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muborak nafaslari mana shu shaharga chiqqanda shu nafaslarining barakotidan shaharga yomg'ir yog'a boshladi. Butun qurib sahro bo'lib qolgan joylar, giyohlar o'sib, shunday xonadonga barakot berdi. Halima Sa'diya onamiz aytadilarki, kechalari har bir inson mana shunday bir chiroqqa muhtoj bo'lar ekan. Alloh taolo menga o'chmas tuganmas bir chirog'ini nasib qildi deydilar. Qachoniki kechasi u kishiga yorug'lik darkor bo'lsa, janob payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlarini ochib qo'yar ekanlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning muborak yuzlari 14 kunlik Badr oyidek edi. Shunday nur chiqardiki deydilar, men emas, meni atrofimdagi o'teklardagi, uylardagi, o'toqlarda o'tirgan odamlar ham mendan tashqari qancha qo'shinlarim shu nurni yorug'ida kechasi hojat ishlarini bajarardi deydilar. Mana shu holatda payg'ambar alayhisolatu vassalom Halima onamizni muborak qo'llarida 4 yoshga qadar turdilar. Bu ham bo'lsa sababi ilohiya bilan o'sha Marziya akalar bilan qo'y boqib yurgan paytlarida ikkita oq kiyim kiygan odam, ikki farishta odam sifatida kelib, birovlardan so'rashdi. Hozo Muhammad, av hozo Muhammad. Bir-birlaridan so'rashdi. Ikkita yosh bola o'ynab qo'y boqib turgan paytlarida bunisi Muhammadmi, bunisi Muhammadmi deb ikki farishta so'rab, birlari mana bunisi Muhammad. Shunda janob payg'ambarimizni ikkalalari ikki qo'llaridan ushlashib, tog'ini bag'riga olishib ketdi. Bu farishta edi. Bular ikkalari olib janob payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning chap ko'kraklarini ochib, mana shu yerdagi qalblarini olib bu yoqqa bir jomda suvda yuvib, mizdek suvda tegini yorib, shayton nasibasini chiqarib tashab, bu yerga Alloh taborak va taoloning rahmoniy sifati ziyoda bo'ldi. Shunda yana joylariga qo'yishib, muborak qo'llari bilan ko'kraklarini masih qilib, ya'ni silashganda go'yoki bitib qolgandek asar qoldi faqat. Buni ko'rgan akalari chopganicha borib, ona ukam Muhammadning ikkita oq kiyim kiygan odam tog'ga yetaklab olib chiqib ketdi. Er xotin hijolatga tushib, omonat bolani tepasida o'ylab, men hijolat bilan yugurib kelishsa, payg'ambar alayhisalom qo'ylarni atrofida yuribdilar. Halima onamiz chop qo'llab kelib bag'rilariga bosib, "Ey bolam, Allohga shukr, omonat, yaxshi ekansiz. Sizga nima bo'ldi ey bolam?" deganda, "Ey ona, meni ikkita oq kiyim kiygan odam tog'ning tagiga olib borib yotqizib, mana shu qornimni shu joyini yorib, qalbimni chiqarib, bir mizdek suvda yuvib, yana shu joyga qo'yib tikib qo'yishdi. Go'yoki men uyquda uxlagandek, lekin hamma narsani sezib bilib turdim. Muborak qo'llari bilan shu joyimni shunday masx qilishdi" deb ochib ko'kraklarini ko'rsatdilar. Dar haqiqat jarohatning izigina, asarigina qolgan edi. Bu holatni ko'rgan Halima Sa'diya onamiz uylariga borib, erlari bilan maslahat qilib, bunga biron bir endi kori xayr bo'lib qolmasin deb omonatdan qo'rqishib, bu yetim bolani onasiga olib borib topshiramiz deb Makka shahriga olib kelishdi. Makkaga olib kelib 4 yoshdan endi o'tgan edilar. Mana shunda Halima onamiz kelib payg'ambarni Omina onamizga topshirib, Omina onamiz nihoyatda zukko, xushyor ona edilar. Bu farzandim hali yetarli 7-8 yoshga yetib suyaga yaxshi qotmagan edi. Nima sababdan bular tezroq olib kelishdi, bizdan ruxsat so'ramagan holatda deb
fikr andisha qildilarda, buni bir sirri bo'lsa kerak deb mehmondorchilik qilib, Halima onamiz ertasiga ketishda bir gapirgilari keladi, go gapirgani qo'rqib hijolatga tushardilar. Ana shunda Omina onamiz aytdilarki, Halima onamizga keltirgan sababingizni bilsak bo'ladimi dedilar. Men hijolat bilan mana shunday bir kori xayri bo'ldi deb bo'lgan ishni qissani bu kishiga so'ylab berganlarida Omina onamiz aytdilarki, bu narsadan hech ham qo'rqmang. Bunga homilador bo'lganimdan boshlab menga shunday tushlarimda ham bashoratlar berilgan. Buni yaratgan Robbimni o'ziga topshirganman. Allohning o'zi buni saqlaydi dedilar. Mana shunda Omina onamizning uylarida qolib 4 yoshdan o'tgan edilar. Bir oz yaqin 7-8 oy o'tgandan keyin Hadisha Omina onamiz Ummu Ayman cho'rilari bilan Madina Munavvaraga borib, Janob payg'ambarimizning tog'a urug'lari hammasi madaniy odamlar edi. Bir hafta borib Madinaga turib, mehmon bo'lib, tog'a urug'lar bilan hammalar bilan xayrlashib, ana bir haftadan keyin yana Makkaga qarab yurishdi. Bir ozgina Madina shahridan chiqishlik bilan Allohning taqdiri irodasi bilan Omina onamizda betoblik bo'lib, mana shu joyda yiqilib, Ummu Ayman cho'rilarini chaqirib, bu farzandim Muhammadni sizga omonat qoldiraman. Buni salomat buvalar Abdul Muttolibga yetkazing dedilar-ku, foniy dunyodan rihlat qildilar. Ana 5 yoshga to'lgan yigit Janob payg'ambar otasiz, onasiz Ummu Aymanning qo'lida qolib, Madina ko'chalarida yetim holatda qoldilar. Ana endi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni Ummu Ayman salomat olib kelib, bobolar Abdul Muttolib buvamizga topshirdilar. Abdul Muttolib buvamiz nihoyatda mehribon. O'g'lim Muhammadni o'rniga qolgan deb nihoyatda payg'ambarni juda ham qattiq mehribonlik bilan boqa boshladilar. Va yoshlari Rasulullohni 3 yil turib 8 yoshga yetganda Abdul Muttolibning vafot soatlari yaqin qolib tushakka kelganda, u kishi 11 farzandlari bor edi. O'g'il hammalarini chaqirib Abu Talib, Hazrati Ali karramallohu vajhuning otalari bo'lmuş Abu Talibni chaqirib shunday vasiyat qildilar: "Ey bolam, 11 ta o'g'il farzandimning ichida eng mehribon, dili muloyim sensan. Bu seni ining Abdullohdan qolgan. Umrim kifoya qilmadi buni katta qilishga. Endi buni o'zing ayolvansan, bola chaqang ko'p, o'zing kambag'alsan, lekin sening muhabbating, himmating baland" deb Abdul Muttolib buvamiz bu kishiga topshirib dunyodan ketdilar. Shunda 8 yoshga to'lgan edilar payg'ambarimiz. Ana endi Abu Talib buvamizning qo'llarida tarbiya topib 12 yoshga kirganlaridan keyin payg'ambar alayhi solatu vassalomning ana endi birinchi safarlari Shom shahriga boshlandi. Ana shu Shom shahriga karvonni minib Abu Bakr roziyallohu anhu bilan birgalikda Abu Talib buvamiz tijoratga karvonlarni yuklab, endi tuyani yurg'izaman deb minib endi yura boshlaganlarida 12 yoshga kirgan Janob payg'ambar alayhisolatu vassalom yetim kelib tuyaning burundog'iga osilib, amakilari Abu Talibga qaratib turib: "Ey amaki, men yetim bo'lsam, otam bo'lmasa, onam bo'lmasa, bobom bo'lmasa, yolg'iz suyanchimsiz bo'lsangiz, meni tashlab ketasizmi?" deb Janob payg'ambar ko'zlariga yosh oldilar. Bu Rasulullohni yoshlarini ko'rgan amaki qarindoshlik rishtasi mehr oshib tuyani to'xtatdilar. Shunda Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 12 yoshga kirgan birinchi safarlari bo'lib
amakilarini tuyalarini burundog'iga osilib, men yetimni tashlab ketasizmi deb ko'zlariga yosh olganda, Abu Tolib buvamizning ko'zlariga yosh kelib, qasam Allohning nomigaki shu safarga bormayman, magar borsam seni olib ketaman deb tuyalarini orqasiga mindirib Rasulullohni olib ketdilar. Shom shahrida bir Buxayro degan rohib bo'lardi. Ko'p yillar bir butxona savmani qurib tepasiga chiqib, nuqul mana shu Makkadan keladigan karvonni poylardi. U rohib Tavrot, Injillardan boxabar olim edi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning tug'ilishliklari, bu kishi 12 yoshga kirganda Shom shahriga tijorat bilan amakilari Abu Tolib bilan kelishligidan hammasidan boxabar edi. Mana shu tarafga qarab o'tirganda tuyalarning bo'yindog'dagi jirinloqlari jingira boshlagandan keyin rohib yaxshilab qarab tursa, bir tuya karvoni ko'rindi-ku, shu tuyalarning orasida janob payg'ambar alayhisalom mingan tuyani tepasida bir bulutini ko'rdi. Go bulut bo'lardi, go ikki katta qush sifasida bo'lib qanotini yozib, janob payg'ambarning tepalarida soyabonlik qilib kelardi. Rohib aytdiki, men kutgan yigit keldi inshaalloh. Mana ikki qush bulutni ko'rdim deb savmaga tushib, karvonsaroyga tuyalarni to'xtatgandan keyin kirib, xush kelibsizlar deb. U rohib shunday bir ilm sohibi ediki, hech bir xalqqa qo'shilmasdi. Yolg'iz butxonaga kirib, o'zi ibodatini qilib yurardi. Shunda birdaniga haligi kelib, karvonlarni oldiga kirib so'rashib, ey ahli Makka, sizlarni bir ziyofat qilaman deb, bu rohib dasturxon solib uyiga mehmondorchilikka chaqirdi. Rohibning niyati payg'ambarning uylariga chaqirib bir mehmondorchilik qilish edi. Shunda hammalari xo'p deb borishdi-ku, arablarning odatlari bir safarga chiqqanda yosh bolalarni shu karvonga, molga mana shu joyda qorovul qilib ketilardi. Payg'ambarimizni ham yosh yigitni qoldirib, amakilari hammalari borishdi. Dasturxon tepasida o'tirib, haligi rohib qaradi-da, sizlarni hammalar keldinglarmi, yo ichinglarda birontanglar qoldimi? Dishganda, ha bir yosh bolamiz qoldi, uni qoldirib keldik dedilar. Shunda shu rohib aytdiki, o'sha yosh bolani ham olib kelinglar. Shu mehmondorchiligimga deb iltimos qildi. Iltimosga muvofiq olib kelingandan keyin shundoq ko'rib payg'ambarning nurlarini yuzlaridan haligi rohib sezib, bu yigitning otasi kim deb so'radi. Shunda Abu Tolib buvamiz aytdilarki, men buni otasi bo'laman dedilar. Ayo, siz otasi bo'lmasangiz kerak. Siz amakilari bo'lsangiz kerak. Bu kishi ona qornida otadan 2 oylik homila bo'lganda otalari Abdulloh vafot etgan. Onalari Omina bu kishini onasi bo'ladi, siz amaki bo'lasiz. Gapim shundoq to'g'ri emasmi dedilar. Gapingiz to'g'ri, lekin farzandlikka men qabul qilganman bu kishini dedilar. Ziyofatdan keyin haligi rohib Abu Tolibni chetga chaqirib aytdilarki, sizga bir xush xabarni beraman, ey amaki, bu kishi oxirgi zamon payg'ambari bo'ladilar. Buni men Tavrot, Injillarda ko'rib, bir necha yil mana shu butxona savmada poylab o'tirib, bu kishini tepalaridagi bulut ushlarni ko'rdim. Mana bu kishini men sizga ko'rmasdan turib otalari vafotini hammasini gapirib berdim degandan keyin Abu Tolib ham hayronga tushdilar. Sizdan bir iltimosim shuki dedilar, bu farzandingiz bilan Shomni ichiga molingizni olib kirib sotmang. Jamiki yahudiylar bizdan payg'ambar chiqmay Arabdan chiqadimi deb bu kishini qilichini yalang'ochlab poylab o'tiribdi. Sezib qolsa bu kishini o'ldiradi. Shuning uchun molni mana shu joyda soting-ku, shu joydan siz qayting dedilar. Bu kishini maslahatlariga kirib Abu Tolib buvamiz mollarini sotib, yana sheriklarin mollarini sotib, kerak narsalarni olishib, mana shu joyga qarab ketdilar. Mana shu yerda Qadamun Nabiy degan joy bor Shom sharifda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam birinchi qadam muboraklari Shom shahariga kirgan. Qadamlarining ham bosilgan izlari, toshlari bor. Mana shu masjidda turadi, ziyoratgohda deyshadi. Mana shundan keyin Payg'ambar alayhisalom bobolari, amakilari Abu Tolib bilan Makka ga qaytib keldilar.
Mana shu holatda 25 yoshga kirgunga qadar tijorat bilan shug'ullandilar. Keyin Hadisha onamiz u kishi Makkaning eng boy zadagon ayollaridan bir turmush qilib u yoshligidan xalqni ichida Muhammadul Amin degan nomga sazovor bo'ladi. U shunday rostgo'y bo'ladi, hech ham yolg'on gapirmaydi deb tog'alarini ko'zi ojiz bo'ladi-ku, payg'ambarimizning qissalarini ko'p gapirib berganda Hadicha onamiz mana shu kishiga g'oyibona oshiq bo'lib, ey Parvardigor, meni umrim kifoya qilib shu vaqti soatga yetsam o'z nafsimni mana shu kishiga topshiraman deb Allohga mana shunday niyat bilan duo qildilar. Va 25 yoshga kirganlarda Abu Tolib amakilarini chaqirib Hadisha onamiz bu kishiga o'zlari sovchi bo'lib mana shu jiyaningiz Muhammad meni ahdi nikohlariga olsa degan so'zni aytdilar. Ungacha bir necha bor Hadisha onamiz tekshirdilar. Nafisa degan ayolni bir tijoratda qo'shib bo'lgan yo'ldagi kori xayrini so'radilar. Bo'lgan soyalarni hammasini gapirib berib Rasulullohga xardor bo'lgandan keyin Abu Tolib aytdilarki, buni endi jiyanim Muhammad bilan bir maslahat qilib ko'raman dedilar. U kelib payg'ambarimizga maslahat qilib Rasululloh aytdilarki, amaki bu ishda men sizga maslahat bera olmayman, sizning yoshingiz katta, hayot tajribangiz ko'p, buni o'zingiz hal qilasiz deganda, ey Muhammad, meni maslahatim so'zimga kirsangiz darhol qabul qiling. Hasabda, nasabda Makkadagi eng zadagon boylardan bu kishi. Ana shuning uchun meni so'zimga kirsangiz darhol qabul qiling. Shunda rozi bo'lganlarda borib etib, Hadisha onamiz 40 yosh edilar, janob payg'ambarimiz 25 yoshga kirganlarida ahdi nikohlariga oldilar. Va payg'ambarimizning 7 farzandlarining barchasi mana shu Hadisha Kubro onamizdan. Ana shu Hadisha onamizga ahdi nikoh bo'lganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo janob payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga shunday Hadisha onamizni mehribon qilib qo'ydi. Qachoniki 40 yoshga kirib payg'ambarlik nozil bo'lganda eng birinchi iymon keltirgan payg'ambar alayhisalomga o'sha 3 bor Iqro bismi robbikallazi xalaq oyat tushganda payg'ambar uyga kelib Hadisha onamizga aytganlarida Hadisha onamiz bu qissani borib tog'alariga aytganda tog'alari aytdilarki, o'sha ering Muhammadni meni oldimga olib kelgin dedilar. Payg'ambarimiz olib bordilar. Payg'ambarimizdan qissalarni so'radilar, hammasini gapirib bergandan keyin aytdilarki, "Oh, koshkiydi, meni umrim kifoya qilsa edi. Hali sizni o'z shahringizdagi, o'zingizni qarindoshlarıngiz, o'zingizni arablaringiz sizga dushmanlik qiladi. Shu kunda meni umrim kifoya qilib hayot bo'lganimda sizni yoningizda men sizga qalqon bo'lardim" deb payg'ambarimizga xush xabarni berdilar. Mana shundan keyin payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan osmon yer o'rtasida aloqa boshlanib, janob payg'ambar alayhisolatu vassalom 10 yil mana shu Makkada turib, Hadisha Kubro onamiz mana shu Makka mukarramada vafot qilgan edilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zlari aytadilarki, Hadisha onamiz, ya'ni mening ayolim Hadisha dunyodan o'tganda 3 kungacha sarxush bo'ldim degan ekanlar. Chunki payg'ambarimizni eng qiynalgan holatlarda payg'ambarga tasalli berib, tasdiq qilgan Rasulullohning so'zlarini doim mana shu sizni haq, tushingiz ham haq bo'ladi deb payg'ambarimizga tasalli bergan zot mana shu Hadisha Kubro onamiz edilar. Madinaga hijratlaridan keyin Oysha Siddiqa onamiz bilan bir kuni nonushta qilib o'tirib, payg'ambar alayhisalom aytdilarki, bir Hadisha oliy janob edi deb u kishini ta'rif qilganlarida Oysha onamiz, "Namincha shu qibr qari kampir xotiningizni eslayverasiz" deganlarda janob payg'ambar ko'z yosh qilib yig'lab, "Ey Oysha, Alloh meni roziligimni istasang, hargiz Hadishani haqida yomon gumonda bo'lma. Chunki bu Hadishadan men roziman, Alloh ham rozi bo'lsin." Mana shunday payg'ambar alayhisolatu vassalom 13 yil Madina Munavvarada turdilar. O'sha mana bizning Mavlud Barzanjida tala'al badru alayna vajabat shukru alayna deb ahli Madinalar payg'ambarimizni birinchi Madinaga hijratlarida do'plarni chalib Madinaning ko'chalariga chiqib Rasulullohni kutib olishgan edi.
Mana shu yerda turib Hajjatul Vadoga bordilar. Mana shu Hajjatul Vadodan keyin rosa 3 oyda bu foniy dunyodan safar qildilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning tug'ilishlari ham Rabiul Avval oyining 12-dushanba kuni edi, vafotlari ham Rabiul Avval oyining 12-dushanba kuni choshgoh vaqtida bu dunyodan foniy bo'ldilar. To'yki oxir payt betoblik bo'lib, nihoyatda qiynalib yotgan holatlarida Alloh subhanahu va taolo shunday ulug' nurni bu jismga kirgizgan Parvardigor, bu jismdan bu ruhni olinishligi ham nihoyatda og'ir mashaqqat bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir necha bor hushlaridan ketib, mana shu holatlarda bo'ldilar va shanba kuni choshgohda 17 bor Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni imomga o'tkazdilar. Birinchi bor imomga o'ting deganda Abu Bakr yig'lab: "Ya Rasululloh, qandayki men sizni oldingizga o'tib imomlikka o'taman" deganda, "Yo Abu Bakr, so'zimni qaytarmang. Yawma yasuddu kullu furjatin illa furjata Abu Bakrin" deb o'sha Madinadagi hamma masjidda sahobalarning eshiklari bo'lardi. Hammani eshigini bekitib, Abu Bakrning eshigi ochiq qolsin deb o'zlari ham mana shu hayotliklarida ishora berib, Abu Bakr roziyallohu anhu namozini o'qib, payg'ambarimizni yana 2 kishi Hazrat Ali bilan Bilol qo'ltiqlariga kirishib hujra-i saodatga olib kirdilar va choshgoh vaqtida Rasulullohda birdan betoblik bo'lib, Zamzamni olib kelib qo'yib, qo'llarini tiqib, muborak yuzlariga surtardilar. Oysha Siddiqa onamiz aytadilarki, meni muborak tizamda, muborak boshlari Rasulullohni meni tizamda edi. Goho lablari qibinlab pichirlay boshladi. Shunda biron bir so'z aytmoqchilarmi deb quloqimni yaqin qilib payg'ambarni lablariga tutdim deydilar. Shunda payg'ambarning lablari qimirlab, ichlaridan chiqqan osta ovoz shu ediki, ummati, ummati va ummati. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam bir ko'zlarini ochganlarida tepalarida 7 farzand ichida uzoqroq umr ko'rgan farzandlari Fatima Zahra onamiz edilar. Otalik mehri qiz bolaniki ziyoda bo'lishligi mana shu Fatima Zahra onamizdan qolgan ekan. Tepalarda o'tirib Rasulullohning peshonalarini silab, "Otajon" deb ko'z yosh qilganda Rasululloh qo'llarini ko'tarib chaqirib, "Ey qizim Fatima, nima uchun yig'laysan? Bugundan keyin seni ko'zingni yoshi oqmaydi" deganda nihoyatda zukko odam edilar. Chunki Oysha onamiz, Fatima onamiz ikkalalari yig'lashib turganda bu so'zni eshitgan Fatima onamiz yana jazabalari tutib, "Demakki otamning vafoti yaqin qoldi ekan" deb ziyoda ko'zlariga yosh olganda yana ishora qilib chaqirib bag'rilariga bosib aytdilarki, "Ey qizim, ko'p yig'lab g'amgin bo'lma. Mendan keyin 6 oydan keyin yonimga borasan" dedilar. Dar haqiqat tarix manbalarida kelgan Fatima onamiz janob payg'ambardan keyin 6 oydan keyin dunyodan o'tdilar. Oysha Siddiqa onamiz aytadilarki, "Subbat alayya masoibun law annaha subbat alal ayyomi sirna layaliyo" degan ekanlar. Alloh taolo bu payg'ambar jon bergan soatlarda menga shunday bir musibat berdiki, Parvardigor